Saudiya Arabistoni AQSh rejasiga qarshi chiqdi. Trampning maxfiy rejasi barbod bo'ldi. Hormuz uchun kurash avj oldi. Fransiya harbiy kemasini yaqinlashtirmoqda. Sulh buzildi. Isroil keng ko'lamli zarbalar berishni boshladi. Kiyev shoshilinch qaror qildi. Ukraina Sumi uchun qo'shimcha kuchlarni safarbar etdi. Germaniya yahudiylar himoyasiga o'tmoqda. Yahudiylar dushmani bizning ham dushmanimiz. Koreya yarim orolida yangi davr boshlandimi? Kim Chen In barcha strategik vakolatlarni o'z qo'liga jamladi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Saudiya Arabistoni AQSh rejasiga qarshi chiqdi. Trampning maxfiy rejasi barbod bo'ldi. Saudiya Arabistoni va AQSh o'rtasida keskin diplomatik ziddiyat yuzaga kelgani aytilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan e'lon qilingan Project Freedom operatsiyasi Saudiya tomonidan qo'llab-quvvatlanmagani sabab to'xtatilgan. NBC va boshqa manbalarga ko'ra, Trump Hormuz bo'g'ozida qolib ketgan kemalarni harbiy eksport bilan olib chiqish va Eron bosimini sindirish uchun keng ko'lamli operatsiya boshlashni rejalashtirgan. Ammo bu reja Fors ko'rfazidagi ittifoqchilar, ayniqsa Muhammad bin Salman rahbariyatini g'azablantirgan. Xabarlarda aytilishicha, Saudiya Arabistoni AQSh harbiylariga Riyod yaqinidagi Prince Sultan aviabazasidan foydalanish hamda Saudiya havo hududi orqali uchishga ruxsat bermagan. Natijada AQShning samolyotlarini joylashtirish, havoda yoqilg'i quyish va logistika tizimi izdan chiqqan. Shundan so'ng Trump va Muhammad bin Salman o'rtasida shoshilinch telefon suhbati bo'lib o'tgan. Biroq muzokara muammoni hal qilmagan. Oqibatda Oq uy Project Freedom operatsiyasini atigi 36 soat ichida muzlatishga majbur bo'lgan. Hormuz uchun kurash avj oldi. Fransiya harbiy kemasini yaqinlashtirmoqda. Emmanuel Macron va Masud Pezeshkian o'rtasidagi telefon suhbati Yaqin Sharqdagi vaziyat yanada keskinlashayotgani bir paytda bo'lib o'tdi. Fransiya prezidenti suhbat davomida ayniqsa Hormuz bo'g'ozidagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirgan. Macronning ta'kidlashicha, Ba hududidagi fuqarolik infratuzilmasiga qilingan hujumlar hamda bir nechta savdo kemalariga zarba berilishi xalqaro savdo va energetika xavfsizligi uchun katta tahdidga aylangan. Macron Hormuzdagi blokada darhol va hech qanday shartsiz bekor qilinishi kerakligini aytib, xalqaro dengiz yo'llarining ochilishi butun dunyo iqtisodiyoti uchun muhim ekanini urg'ulagan. Fransiya va Buyuk Britaniya hozirda Hormuz bo'g'ozida xalqaro dengiz xavfsizlik missiyasini shakllantirish ustida ishlayotgani ham ma'lum qilindi. Bu missiyaga 40 dan ortiq davlat qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Rejaga ko'ra, missiya urushayotgan tomonlardan alohida faoliyat yuritadi va asosiy maqsad savdo kemalari harakatini xavfsizlantirish bo'ladi. Macronning aytishicha, Fransiyaning yadro dvigateli Charles de Gaulle aviatashuvchi kemasining Qizil dengiz tomon harakatlanishi ham aynan shu strategiyaning bir qismi hisoblanadi. Ushbu gigant harbiy kema Fransiya flotining flagmani bo'lib, o'nlab Rafael qiruvchi samolyotlar va zamonaviy raketa tizimlari bilan jihozlangan. Hozirda u Suvaysh kanali orqali Qizil dengizga yaqinlashayotgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Fransiya bu tashabbus orqali bir vaqtning o'zida bir nechta maqsadni ko'zlamoqda. Birinchidan, global neft tashuvlarini himoya qilish, ikkinchidan esa Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri katta harbiy to'qnashuvning oldini olish. Chunki Hormuz bo'g'ozi orqali dunyo neftining katta qismi o'tadi va bo'g'ozning yopilishi global bozorlarda keskin inqiroz keltirib chiqarishi mumkin. So'nggi kunlarda sug'urta kompaniyalari ham aynan shu sabab kemalar uchun tariflarni bir necha barobar oshirib yuborgan. Macron shuningdek bu masalani AQSh prezidenti Trump bilan ham muhokama qilishini bildirgan. Fransiya tomoni Washington bilan koordinatsiyani kuchaytirishga urinayotgan bo'lsa-da, Parij o'z missiyasi AQShning to'g'ridan-to'g'ri harbiy operatsiyalardan alohida bo'lishini ta'kidlamoqda. Sulh buzildi. Isroil keng ko'lamli zarbalar berishni boshladi. Isroil va Hizbulloh o'rtasida sulh kuchga kirganidan beri ilk bor Isroil harbiy havo kuchlari Bayrut chekkasiga aviazarba berdi. Bu haqda BBC xabar berdi. 6-may kuni Benyamin Netanyahu va Isroil mudofaa vaziri Katsning ma'lum qilishicha, hujumning asosiy nishoni Radvan elit bo'linmasi qo'mondoni bo'lgan. Ularning aytishicha, ushbu bo'linma jangchilari Isroil hududlarini o'qqa tutish va Isroil harbiylariga hujumlar uyushtirish uchun mas'ul bo'lgan. Ma'lumotlariga ko'ra, zarba oqibatida Radvan qo'mondoni Malik Balut, uning o'rinbosari va yana bir
bir nechta jangchi halok bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, Isroil maxsus xizmatlari aniq razvedka ma'lumotlarini olganidan keyin hujum amalga oshirilgan. Balut Bayrutning Dahya tumanidagi kvartiralardan birida yashiringani aytilmoqda. Operatsiya davomida taxminan 10 ta og'ir aviabomba tashlangan. Shuningdek, AQSh hujum haqida oldindan xabardor qilingani va bunga rozilik bergani aytilmoqda. Mojaro yana keskinlashishi mumkinligi sababli Isroil shimolida yuqori jangovar tayyorgarlik holati e'lon qilingan. Livandagi sulh rejimi 17-aprel kuni kuchga kirgan edi. Uni AQSh prezidenti Donald Trump hamda Netanyahu bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin e'lon qilgan. Shundan so'ng Trump Livan va Isroil yetakchilarini Oq uyga uchrashuvga taklif qilgan edi, ammo keyinchalik Isroil Hizbullohga qarshi harbiy operatsiya tugamaganini bildirgan. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. Kiyev shoshilinch qaror qabul qildi. Ukraina Sumi uchun qo'shimcha kuchlarni safarbar etdi. Rossiya qo'shinlari mintaqada ilgarilayotgani sababli Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligi Sumi yo'nalishiga Kiyevdan qo'shimcha zaxira kuchlarini yubordi. Bu haqda RIA Novosti kuch tizilmalaridan manbalarga asoslanib xabar berdi. Sumi viloyatida qo'shinlarimiz ilgarilayotgan fonida UKK qo'mondonligi ushbu front uchastkasiga zaxiralarni yuboryapti degan agentlik suhbatdoshi. Manbaga ko'ra, bu haqdagi ma'lumotlar Ukraina volontyorlarining xabarlarida ham uchramoqda. Ularda birinchi alohida og'ir mexanizatsiyalashgan brigada bo'linmalari Kiyev viloyatidan Sumiga kelgani aytilgan. Shu bilan birga Rossiya kuch tuzilmalari 68-alohida aeromobil brigadasi bilan Sumi yo'nalishiga yuborilgani bildirilgan. Avvalroq RIA Novosti ushbu brigada bo'linmalari zarur jihozlar bilan to'liq ta'minlanmagani, jumladan frontda harakatlanish uchun kerak bo'ladigan ayrim texnika va vositalar yetishmayotgani haqida yozgan edi. Manba so'zlariga ko'ra, brigadaga oziq-ovqat yetkazib berish Lvov viloyatidan tashkil etilgan. Ularga yordam berishni nafaqat volontyorlar, balki mahalliy ma'muriyatlar ham byudjet taqchilligini bahona qilib rad etgan, deya qo'shimcha qilgan agentlik suhbatdoshi. Sumi yo'nalishidagi vaziyat so'nggi kunlarda Rossiya harbiy xabarlarida faol tilga olinmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi avval Karchakova, keyin esa Miropoli aholi punktlari nazoratga olinganini bildirgan. Vazirlikka ko'ra, shimol qo'shinlari guruhi Sumi va Xarkov viloyatlarida xavfsizlik hududini yaratish bo'yicha harakatlarni davom ettirmoqda. Germaniya yahudiylar himoyasiga o'tmoqda. Yahudiylar dushmani bizning ham dushmanimiz. Friedrich Merz Germaniyada antisemitizm kuchaygani fonida yahudiy jamoasini himoya qilish bo'yicha keskin bayonot berdi. Berlindagi yahudiy ta'lim markazida o'tgan Xristian demokratik ittifoq yig'ilishida so'zlagan Merz yahudiylar hayoti Germaniyaning bir qismidir deya ta'kidlab, Germaniyada yahudiylarga qarshi qilingan har qanday hujum mamlakat jamiyati va demokratiyasiga qarshi hujum sifatida baholanishini aytdi. U Germaniyaning tarixiy mas'uliyati mavjudligini, ayniqsa Ikkinchi jahon urushi va Holokost voqealari sabab Berlin yahudiylar xavfsizligini ta'minlashga majbur ekanini urg'uladi. Merzning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda Germaniyada antisemitik jinoyatlar, vandalizm va yahudiylarga qarshi tahdidlar sezilarli darajada oshgan. Kansler yahudiylarga qarshi nafratga nisbatan nol toqat siyosati yuritilishini bildirib, davlat xavfsizlik organlari bu borada yanada qat'iy choralar ko'rishini aytgan. Ayrim chiqishlarida u yahudiylarning dushmani Germaniyaning ham dushmani ekanini ochiq aytib, bunday kuchlarga qarshi kurash davlat siyosatining bir qismi bo'lishini bildirgan. Shu bilan birga, Merz Germaniyada radikal siyosiy kuchlar kuchayib borayotganidan xavotir bildirdi. U Bundestagdagi siyosiy muvozanatni keskin o'zgartirish tarafdori emasligini va mamlakatni ekstremistik kuchlarga topshirmasligini aytdi. Ayniqsa, o'ng qanot radikal partiyalar kuchayib borayotgani fonida Merz "Men bu mamlakatni radikallarga bermayman" deya qat'iy bayonot qilgan. Bu orqali u Germaniyada markaziy siyosiy tizim saqlanib qolishi kerakligini va demokratiya zaiflashishiga yo'l qo'ymasligini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Koreya yarim orolida yangi davr boshlandimi? Kim Chen In barcha strategik vakolatlarni o'z qo'liga jamladi. Shimoliy Koreya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritib, Janubiy Koreya bilan birlashishga oid barcha normalarni olib tashladi va ikki davlatni alohida subyektlar sifatida belgiladi. Bu haqda hujjat loyihasiga tanib Reuters xabar berdi. Nashrning yozishicha, o'zgartirishlar joriy yilning mart oyida Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Oliy xalq yig'inida qabul qilingan. Yangi tahrirda ilk bor mamlakat hududi aniq belgilab berilgan. Unga ko'ra, Shimoliy Koreya hududi shimolda Xitoy va Rossiya, janubda esa Janubiy Koreya bilan chegaradosh ekani qayd etilgan. Shuningdek, hududga
mamlakatga tegishli suv va havo hududi ham kiritilgan. Konstitutsiyada KXDR o'z hududiga har qanday tajovuzni qabul qilmasligi ta'kidlangan, ammo Janubiy Koreya bilan aniq chegara chizig'i ko'rsatilmagan. Jumladan, Sariq dengizdagi bahsli dengiz chegaralari haqida aniq ma'lumot berilmagan. Yangi tahrirda davlat rahbari maqomi ham qayta belgilangan. Endi Davlat ishlari komissiyasi raisi Kim Chen In rasman davlat rahbari sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga mamlakat yadroviy kuchlari ustidan to'liq nazorat ham aynan unga biriktirildi. Hujjatga ko'ra, KXDR mas'uliyatli yadroviy davlat sifatida ta'riflanib, mamlakat xavfsizligi va taraqqiyotini ta'minlash, urushni tiyish hamda mintaqaviy va global barqarorlikni saqlash maqsadida yadroviy dasturni rivojlantirish davom ettirilishi qayd etilgan. Ekspertlar fikricha, Konstitutsiyada Janubiy Koreya bilan aniq chegara ko'rsatilmagani yangi ziddiyatlarni keltirib chiqarmaslikka qaratilgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga bu o'zgartirishlar Pxenyanning ikki Koreyani dushman davlatlar sifatida ko'rish siyosatini mustahkamlaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.